Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Yazğıcı Habibulla Ablametning mərhum liderimiz Məsud Sabiri Bayquzining ömür musafisiga bag'ishlab yozgan Məsud Apandi nomli tarixiy romanni anglitishni boshlaymiz. Ovozda Hurqiz Baytash. Xitoylarda 8 avliyo dengizdan o'tganda har qaysisi o'z karomatini ko'rsatibdi degan gap bo'lib, bu qatim Jang Jijungmu o'zini avliyolardek chaqlab, o'z karomatini ili xalqiga ko'rsatish uchun kelgan edi. Ammo lekinsa ili xalqi uning karomatlarini pisantigimi ep qo'ymay, xeyla halsiritib qo'ygan edi. Hatto u tugilib turib söz haqorat anglashqa mecbur bo'ldi. Abdulahad Maqsumning so'zidan keyin Ahmadjon Qosimi so'z qildi. U so'zlayotganda qaddini tanharakatchilardek tik tutib, og'zidan chiqayotgan har bir jumlani shunchalik vazilli qilib so'zladi. Ahmadjon Qosimi 30 yoshlarga kirgan, qaddi qomatlik, taqturqidan jasorat to'kilib turadigan, xushbichim, kichik fe'l kishi bo'lib, u ko'pincha beshiga taronchi dehqonlarining quyosh, yo'l va bug'doy unchisi kashtilangan big'irrang Manchester do'ppisini kiyib, maydasiga doim oy yulduzliq mustaqillik uchun kurash ordinini taqab yuratdi. Mana bugunmi ana shu ordini quyoshning nurida julalanib, butun kishining diqqatini alohida tortib Uning o'ziga xo'yma yarashgan qapqara buruti soy tashlab turgan lavlaridan kang ommaning dilini yayratadigan tövandagi oltin qurla to'kilmoqda edi. Hurmatli qarindoshlar, aziz vatandoshlar, bugun sizlar ko'rib o'tirganinglardek yangi qurilgan o'lkalik hukumat raisi Jang Jijung janoblari xalqimizga ziyofat bermoqda va bu munosabat bilan o'z so'zini qilib o'tdi. Tinchlikdan, millatlar ittifoqligidan so'z qildi va hammamiz qabul qila olmaydigan ba'zi so'zlarmi bo'ldi. Biz bu zaminda al-misoqdan yashab kelayotgan xalqning hurligini, erkinligini, ozodligini ta'min etish uchun qurolliq inqilob qildik. Va bu yo'lda minglagan qiz o'g'illarimizning jonlarini pido qilish natijasida bugungi g'albalarni qo'lga keltirdik. Navbatdagi vazifamiz tinchlik yo'li orqali bu g'albalarni qo'g'dab qilish va bu g'albalarni butun Sharqiy Turkiston miqyosiga keng qanot yoydirish. Biz burun bu zaminning asli egilari bo'lgan bo'lsaqmi, dunyodagi mustamlikchilarning mustamlikasiga aylanib qolganligimiz uchun odatda mustamlikaga uchirgan millatlardan haqir turmush kechirishga majbur bo'ldik va o'zlarini 4-5 ming yillik tarixiy madaniyatga ega deb qaraydigan o'rta asr madaniyatidan qaloq madaniyatning varislari bizni idora qilganligi uchun bizning aslidagi esil madaniyatlarimiz nihoyatmi orqaga chekinib ketdi. Turmush saviyamiz hayvonning hayotlik shartlaridan qilishmaydigan holga tushib qoldi. Mana hozir o'zimizni tizla o'nglab, asli madaniyatimizga qaytish holatida turmoqdamiz. Shu vajidan navbatda bizga kerakligi yanada tinchlik. Men tinchlik deb atayotgan bu so'z haqiqiy ma'nodagi tinchlikni ko'rsatadi. Ya'ni xalqimizning butun orzu-armonlariga haqiqiy kapolatlik qiladigan va barliq siyosiy huquqlarini qo'lga keltiradigan, milliy zulmni tub yiltizidan quritadigan tinchlik. Hargiz shakl va eg'izdagi tinchlik emas. Dal mushu sababdan Jang Jijung janoblari boshliq barliq birlashma hukumat a'zolari va Gomindang markaziy hukumati lavzida turib, tinchlikni haqiqiy himoya qilishi lozim. Albatta, mushu sorunda o'ltirgan barliq xalq ommasimi mening bilan bir safda turib, bizni qo'llashi lozim. Biz faqat xalqimizning himoyasi ostida haqiqiy xalqchilik siyosatini amalga oshirish uchun bor kuchimiz,
barliq imkonlarimiz bilan xizmat qila olamiz deb so'zini oxirlashtirdi va o'ziga qarab turgan minglagan qora ko'zlarga va yozichi oftobda kuyib qordab ketgan yuzlarga nigohini tikib turib, yashasin haqiqiy erkinlik, yashasin xalqchilik siyosat, yashasin har millat xalqining barobarligi deb shuar to'g'ladi. Ana shu shuarlarga qo'shilgan bog'dagi minglagan ommaning ovozlari butun G'oljini tavritib o'tgan edi. Xalq o'z doisining ovoziga ovoz qo'shish bilan yana guldir qaros olqishlarni yangratib, Ahmadjon Qosimga madiyalarni yog'dirdi. Ba'zilarning nurlangan ko'zlaridan oqqan hayajon yosh tomchilari chang bosgan yuzlarida qo'rqoqchilik vaqtidagi shabnamdek yaltirab turardi. Ularning o'ltirgan yerlaridan ko'tarilgan chang to'zonlardan osmonni sog'uch parda qoplagan edi. Bağның içidən eqib ötüdüğən eriqning üstüdə baş күзнің şamollari usulğa tushgan bo'lib, süp-süzük suv yuzida xo'rozning paylaridek ranglik ushoq to'lqinlarni paydo qilayotgan edi. Ahmadjon Qosimning so'zlarining hayojini besilib, ko'pchilik bir oz past qo'yga tushganda Mas'ud apandimi nutq so'zladi. U tomirlari ko'pib turgan uzun qo'llarining inchki parmoqlari bilan oppoq oqargan sochlarini orqasiga yengil tarab qo'yib, bo'ynini so'zib, tongda chillayotgan xo'rozdek ullik bir tonda nutqini boshladi. Va burkutning qanotlarini yuqori tuvan qiqib qilgan harakatiga o'xshash o'ng qo'lini havoda o'ynatib turib, mundaq dedi. Nihoyat hozir tarix bilan bugun, arzu bilan haqiqiy hayot, tush bilan reallik o'ttirisiga ko'rik silindi. İli sultanlıqı yiqilgandan buyon biz to'xtamay izdigan hayotni topdik va arzu qilib kelgan hayotga erishdik. Hamda İli sultanlıqı yiqilgandan muqaddam hech bir zaman his qilib baxmagan bir xil baxtiyorlik tuyg'usini mana hozir his qilib turmoqdamiz. Xiyollarimizda xiyol qilgan, tushlarimizda tushigan, romanlarda o'qigan va boshqalardan anglagan ashu erkinlikni, ashu ozodlikni hozir o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz va shu hayotni yashayapmiz. O'zimizni birinchi qitim bu dunyoda mavjuddak. Uning ustiga eng aqlli, eng jasoratli odamlardan ekanligimizga ishonyapmiz. Bu davrning mangu o'tib ketmay turishini va mushu baxtiyor chog'larning abadiy bo'lishini hammamiz orzu qilmoqdamiz. Mushu davrning butun millatimizning, butun vatanimizning va butun hayotimizning abadiy bir parchasi bo'lib qolishini orzu qilamiz va buning uchun tinchlik ichida kurash qilamiz. Biz navbatdagi tinchlik paytidan unumli foydalanib, o'rtaq nishon, o'rtaq manfaat, o'rtaq umid uchun o'rtaq iroda, o'rtaq tirishchanlik bilan kurash qilishimiz lozim. Bizning kurashlarimiz texa oldimizda. Oldimizdagi qiyinchiliklarni yengish bizning o'rtaq majburiyatimiz. Biz oldimizdagi qiyinchiliklarni aqlga, irodaga tayanib hal qilishimiz kerak. Hargiz bahona sabab ko'rsatib, bir-birimizga ittirib, masalalardan qochmasligimiz lozim. Bahona sababni topmoq bakmi oson. Uni hamma odam topa oladi va hamma odamning yanchiqida parshpuldek tepiladi. Ammo masalalarni hal qilishdagi amal chora hamma odamda bo'lmaydi. U aqlga o'xshaydi. Halbuki sog'lom tafakkur qila oladigan aql hamma odamda yo'q. Biz ana shu sog'lom tafakkur qila oladigan xarakterni o'zimizda yetildirishimiz lozim. Aslida bizdek turk millatlarining xarakteri o'zlarini ilg'or deb sanagan millatlarnikidan hargiz qilishmaydi. Bizning vujudimizga botirlik, aql-farosat,
iroda mujassamlangan bo'lib, ruhimizda go'yo bo'rining qo'rqmas, yanmas ruhi urg'ib turadigan alohida millat biz. Biz jang qilishga mohir, qalam ishlarida qobiliyatlik, bexudlik ichida bel qo'yib o'tadigan xuylardan uzoq biz. Aqlga tayinib, tirishchanlik bilan muqarrar yo'sinda oldimizdagi yo'lni davom qilamiz. Bu dunyo aqlliqlarning dunyosi, iroda bilan kurash qiladiganlarning dunyosi. Biz qaysar iroda bilan jang qilib, qo'lga kelgan natijalarni aql bilan qo'g'dishimiz lozim. Agar his tuyg'ularimizga asosan harakat qilib va yoki o'zimizning xarakteriga zinhor mos kelmaydigan biror ideologiyaning cho'muqi bo'lib faoliyat etmasak, bu faoliyat jarayonida hech aqlimizni ishlatib, o'zimizning tub manfaatlarini o'ylashmasak va shu asosda boshqalarga ish og'ritib va yoki boshqalardan qo'rqib o'zimizning manfaatlaridan voz kechsak, mangu ezilguchi millatlar qatoridan o'rin olib, abadiy haqirlikda o'tib, boshqalarning qul qilishidan qutula olmaymiz. Shu vajidan mutlaq ravishda aqlning kuchiga, irodaning kuchiga tayinishimiz lozim. Aqlni joyida ishlatish va irodani kuchlantirish uchun bilimga ega bo'lishimiz kerak. Bilimga ega bo'lish uchun ma'rifni rivojlantirishimiz kerak. Aqlning va irodaning asosi yanala ma'rifga tayangan ma'rifatchilikdir. Navbatdagi tinchlik vaziyatdan unumlik foydalanib, yurtimizning ma'rif ishlarini rivojlantirishga yuksak ahamiyat berishimiz, xalq turmushini yaxshilash uchun ishlab chiqarish kuchlarini taraqqiy qildirib, ishlab chiqarish munosabatlarini yaxshilashga ahamiyat berishimiz lozim. Bizning tinchlik bilan elib boradigan kurashlarimiz millatimizning orzu istaklarini aynan izohlaydigan haqiqatga aylanishi lozim. Endi bizning yosh to'kib, hol aytib, arz shikoyat sunib o'tiradigan zamonlarimiz tugadi. Bundaq tinchlik yillarda yosh to'kish behojat, hol aytish behojat. Biz bu tinchlik uchun nurg'un qon to'kdik. Ko'z yoshlarimizning qimmati to'kilgan qonlarning oldida hech gap emas. To'kilgan qonlarning qimmatiga tushliq, qimmatni qo'lga keltirishga majbur biz. Garchi tunugungi janglar tarixga aylangan bo'lsa-mu, bu tarix hargiz bir döve vaqalarning yig'indisi bo'lmasdan, balki uning ichki va tashqi sabablari bor. Hammadan muhimi uning yuksak qadr-qimmati bor. Millatimizning taqdirini o'zgartiradigan siyosiy va amaliy qimmati bor. deb o'z nutqini oxirlashtirdi. Mas'ud apandining ham qisqa, ham meg'izliq nutqi barliq jamoatda yaxshi ta'sir paydo qildi. Tövəndiki amma o'rinlaridan turib, guldur qaras chavaklar bilan olqishladi. Bugun hayotida birinchi qitim mushundoq ko'p jamoatning oldida so'z qilishi va yurtdoshlarining so'yishiga muyassar bo'lishi bo'lib hisoblanadi. Bundoq o'z xalqining olqishiga ega bo'lish inson uchun nima degan cho'ng baxt ha? Uning yana yurtdoshlariga aytadigan nurg'un yurak so'zlari, nurg'un dard alamlari bor edi. Lekin za aytolmadi. U hammasini qalbining cho'nqur yerlariga ko'mib tashlagan edi. Ba'zi bir yurtdoshlariga Sovet ittifoqi tarafidan haqiqat deb tunutgan narsalarning kelgusida ularning ilgirlash yo'llariga to'saq bo'ladiganligini tunib yetgan edi. U yana yerning eng cho'nqur qatlamlariga va yoki osmondagi qora bulutlarning bir yerlariga ko'milgan haqiqatning hamon bir kuni o'tirg'i chiqadiganligiga ishonadi. Ko'nglida hamon shundoq bir kunning kelishini orzu qiladi. Shu chaqda yurtdoshlarini quchoqlab turib, ichidagi hamma so'zlarini to'kishni iroda qildi. Va shu chaqgacha bu yurt xalqining baxti uchun, o'sha haqiqatni yo'riqlikka chiqarish uchun oxirgi tiniqigacha kurash qilishga qasam ichdi. Jang Jijong Van Qadirning beg'idagi ana shu ziyofat nomidagi yig'in bo'lgan kunning atisi o'z hamrohlarini elib
Ürümchiga ravon bo'lgan edi. Mas'ud apandi yanala o'z oilasini bahona qilib G'oljida qoldi va texmi ilgirlagan, texmi ommaning ichiga cho'nqur cho'kkan holda G'oljidagi faoliyatlarini jonlantirishga tirishdi. U o'zining ayni zamondagi ustozi va hozirgi mavjud hukumatning diniy nazorat noziri Abdumutala Xalpa va Ahmadjon Qosimning qo'llashi bilan ijtimoiy fan ilmiy tadqiqot darnagi qurishga otlangan edi. 4-sentabr kuni Mas'ud apandining tashabbusi bilan qurilmoqchi bo'lgan ijtimoiy fan ilmiy tadqiqot darnagini qurish tayyorlik yig'ini ochildi. Tayyorlik yig'iniga qordek oqargan soqollari meydisiga tushib turgan Xizr sifat ma'rifatchi Abdumutala Xalpa riyosatchilik qildi. Darvaqa hayot daryosini to'xtatish iqillari bu qomatlik insonni qeritib, mukchaytib qo'ygan edi. Vaholanki Abdumutala Xalpa hazratlarining ana shu hayot iqillarining vodilariga ajoyib sir asrolarni yo'shirib qo'yganligi, uning cho'nqur ko'z uvullariga joylashgan texi nurini yo'qotmagan ko'zlaridan bilinib turadi. U o'zining o'quvchisi Mas'ud apandini himoya qilib, tashabbus qilgan bu tadqiqot organining ro'yobga chiqishiga yordam qilayotganligining o'zimi uning qanchalik ma'rifatparvar, ulug' bir zot ekanligining isboti edi. Abdumutala Xalpa hazratlarining qo'llashi va riyosatchilik qilishi natijasida yig'in texmo hayajon ichida boshlandi va oxirlashishimi xuddi boshlanishdagi hayajondan eshib tushadigan hayajon bilan oxirlashdi. Yig'inda Ahmadjon Qosimi ma'rifni rivojlantirib, ilm-fanni o'rganishning ahamiyati va uning kuch-qudrati ustida to'xtalib, nihoyat ahamiyatli so'zlarni qildi. U ko'p gap qilmaydi, biroq o'zining demoqchi bo'lgan maqsadini ro'shan ravishda anglag'uvchilarga tushuntirmagicha niyatidan yonmaydi. U karomat notiq bo'lib, biror narsani dalillamoqchi bo'lsa, barliq aqlini ishga silib, har xil hikmatga boy jumlalar orasida chopchib yurib, o'z fikrining markaziy ideyasini dalil isbotlarga tayangan asosida iboralab, ko'pchilikni qoyil qiladi. Mana hozirmi ana shu tariqada so'zini davom qilib mundaq dedi. Ma'rif aqlni yetildirib, milliy ruhni tavlaydigan nurani o'choq. Biz navbatdagi tinchlik vaziyatining afzalligidan foydalanib turib, bir jihatdan o'zimizning nisbiy mustaqilligini qo'g'dab, 3 viloyatdan iborat ozod rayonlarning omonligiga kapolatlik qilgan asosda ma'rif va ishlab chiqarish qurish ishlarini rivojlantirishga zo'r ahamiyat berishimiz lozim. O'sha qatordagi ishlarning ichida eng muhimi maktab qurilishiga ahamiyat berib, ommaviy ma'rifni qadam-muqaddam yo'lga qo'yib, pat orada zamonaviylashgan ma'rif sistemasini qurib turg'izishimiz kerak. Biz mangulik mustaqillikka erishimiz deydikanmiz, oldi bilan ruhimizni ozod qilishimiz lozim. Ruhimizni ozod qilish uchun ruhiy qulluqdan qutulishimiz kerak. Ruhiy qulluqdan qutulish uchun ruhimizni chirmib olgan har xil ideyalardan ozod bo'lishimiz va mustaqil, erkin, aqliy tafakkur qila oladigan qaysar xarakterini xalqimizga umumyuzlik yetildirishimiz zarur. Bundaq erkin, mustaqil tafakkur qilish xarakterini yetildirish uchun ma'rifni rivojlantirishga ehtiyoj tug'iladi. Ma'rifni rivojlantirish uchun ma'rifatchilik harakatini keng doirada qanot yoydirishimizga to'g'ri keladi. Ma'rifatchilik deganlik soddalikdan qutulib, boshqalarning yo'lida emas, balki o'z aqliy iqtidorimizga tayinib tafakkur kuchimizni to'liq joriy qildirish deganlikdir. Biz faqat o'zimizning milliy ma'rifimiz orqaliqla boshqalarning yetilab menishidan qutulib, o'z oldimizga yo'l tepib ma'laydigan bo'lamiz. Xalqimizning uzun tarixdan buyon o'zining xarakterida yetildirgan g'ururlik, xurofotlik va to'q yuraklikdan iborat nachar xuylari ularning yangi narsalarni qabul qilish va o'rganish iqtidoridan mahrum qoldirgan va ularni noyitimi jasoratsiz qilib qo'ygan.
Albatta, bundaq bo'lib qilishida tashqi dushmanlarimizning rolimi nihoyat zo'r bo'lgan. Ular bizni mangu qulluqda qoldirish uchun bekinmachilik siyosatlarini ustimizdan yurgizib, bizni dunyodan ayirib boshqarib kelgan. Hozir vaziyat butunlay o'zgarib, bizning foydamizga yuzlandi. Biz mana shu foydali vaziyatdan unumli foydalanib, xalqimizning madaniyat saviyasini yuqori ko'tarish uchun dodil qadam tashlashimiz lozim. Kitoblarda tog' daryoni yo'tkamak o'ng'ay, xuy mijozni yo'tkash tas deydigan gap bor. Albatta, ko'ngan xuyni qisqa vaqt ichida o'zgartirish mumkin emas. Darvaqa, bu yo'l ham uzun, ham mushaqqatli. Onun ustiga biz uzun mezgil tirikchilik va chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan millat bo'lganligimiz uchun millatning xarakteri jihatda shaharlashga moyil emas. Bekinmachilik eg'ir. Biz ana shu orzu qilgan madaniyatlik jamiyat va madaniyatlik millat barpo qilish uchun uzoq, jafoliq, hatto tirodigilik shollash bosqichini beshimizdan o'tkazishimizga to'g'ri keladi. Bo'libmi savodsizlikni tugutish, xurofotlikdan qutulish va zaif xarakterini o'zgartirish uchun ko'p tirishchiliklarni qilishimizga, ko'plagan xizmatlarni ishlashimiz mutlaq shart bo'lib qoladi. Ana shu xizmatlarning bir qismini Mas'ud apandi tashabbus qilgan ilmiy tadqiqot jamiyatlar o'z ustiga elish kerak. Mushundaq tadqiqot o'rinlari millatimizni, tarixini, xarakterini, psixik alohidaliklarini va butkul ijtimoiy jamiyatimizni tekshirib tadqiq qilib, uningdan ilmiy xulosa chiqarib, yangi fikr, yangi aqllarni o'ttirib qo'yishi lozim va sifatlik ilmiy qimmatga ega jurnallarni chiqarib, kitoblarni nashr qildirib va ochmoqchi bo'lgan maktablarimiz uchun yangi darslik kitoblarni tuzishga yaqindan yordamda bo'lishi kerak. Ana shu qatorda qiladigan yana nurg'un ilmiy tadqiqot xizmatlar bor. Bu tadqiqot organi shundoq ham eg'ir, ham sharaflik vazifalarni hech ikkilanmay o'z zimmasiga elishi lozim. Ziyoli degan millatning mengisi, tafakkuri hisoblanadigan aqliy kuch bo'lib, ular chiqargan ilmiy jurnallarda xalqimizning mengisiga ilm bag'ishlaydigan, axloq bag'ishlaydigan, qonun va adolat ingini yuksaldiradigan, xalqning turmushini qanday qilib holliq saviyaga ko'tarish usullarini o'rgatadigan, qaloq dehqonchilik usullarining o'rniga zamonaviy dehqonchilik usullarini, qaloq qo'l hunarmandchilik usullarining o'rniga mashinlashgan sanoatni dastladigan, ilmning kuchiga tayinib ishlab chiqarish kuchlarini va munosabatlarini rivojlantiradigan halqalarni o'rgatishni maqsad qilgan ilmiy maqolalar e'lon qilinishi kerak. Bo'libmi ma'rif jihatdan islohotda ziyolilar avangardlik rolini joriy qildirishga to'g'ri keladi. Bizga tarixdan meros bo'lib qolgan isil an'analarimizni, isil ma'naviy boyliqlarimizni qizib chiqib, ularni o'zimizning yuksak ma'naviy boyligi sifatida bugun uchun xizmat qildirish bilan birga yana tarixdan qolib qolgan o'lik qoida nizomlardan va aqliy tafakkurga yot bo'lgan, bizni mangu ma'naviy va moddiy holliqdan mahrum qoldiradigan bo'yinturuqlardan qutulishimiz kerak. Onun uchun mushundaq ilmiy tadqiqot jamiyatlari tarafidan chiqarilgan gazet, jurnallarda aqliy idrokni ochiq oshkor ishlatib, erkin muhit barpo qilishga turtki bo'ladigan ilmiy maqolalar izchil e'lon qilinishi lozim va har sohadagi ilmiy munozara so'rovlari hozirlanishi kerak. Ilg'or fikr va ideyalarga ega ilmiy maqolalarni, kitoblarni yozadigan, mushu jihatda alohida qobiliyati bor yozuvchi, shoir, tarixchi, tilshunos va diniy o'lima, falsafichi qalamkashlardan iborat ilm ahlilari qalamga olgan asarlarda o'z aqliy idrokini ochiq oshkora joriy qildira olishi va tafakkur erkinligini ishlatish uchun erkin muhitni barpo qilishimiz lozim. Hozir
ko'pchilik bilan birlikda ana shundoq muhitni hozirlashning dastlabki qadamlarini bosmoqdamiz. Biz faqat erkin tafakkurning kuchiga va aql idrokning qudratiga tayinibla adabiyot san'atimizni va ilm fanni rivojlantira olamiz. Va bu orqali millatimizning moddiy va ma'naviy turmushini yaxshilay olamiz. Va davlatning tinchligiga mutlaq kapolatlik qiladigan zamonaviylashgan kuchlik armiyaga ega bo'lib, dunyodagi taraqqiy qilgan millatlar qatoridan o'rin ola olamiz. Eng oxirida abadiy haqiqiy erkinlikka muyassar bo'lamiz. Mubada millatimizning navbatdagi umumiy ahvoli isloh qilinmasa, qo'lga kelgan erkinlikdan mahrum qolamiz. Ma'rif jihatdan zaif qavmni madaniylashtirish, ularning turmushini holliq saviyaga ko'tarish, ojiz mijozini o'zgartirish bizning kelgusimizdagi eng cho'ng ijtimoiy qiyin masalalardan biri hisoblanadi. Eğer kim mushundaq izlanib, tirishsaqla, biz yetkelmaydigan tog', bo'y sundurolmaydigan daryo qolmaydi. Dünya tarixida ana shundaq islohot ruhiga boy, yangi tipdagi raqobat engiga ega podshohlar, dohiylar o'z millatining taqdirida olam shumul o'zgarishlarni ilib borgan. Masalan, tarixdagi Rossiya bo'lsa, aslida noyitimi qaloq, taraqqiyoti orqada qolgan bir davlat edi. Poyonsiz Rus dalasida tirikchilik qilayotgan Rus millati chorvachilik va dehqonchilikqa tayinibla jonlarini jon etdi. Onun ustiga Mong'ollar ularning ustidan 2 asrdan ko'proq hukmronlik qildi va ularni nihoyatda qaloq, zabun holatda qoldirgan edi. Lekin ulug' islohotchi imperator Peter Ruslarning taqdirini butunlay o'zgartdi. U Rus millatining milliy xarakteri ustida keskin isloh ilib berib, dunyodagi qaloq millatlar qatoridan o'rin olgan va tirikchilik usuli faqat tirikchilikni asos qiladigan Rus millatini Yevropadagi kuchli davlatlarning biriga aylantirdi. U islohotni yo'lga qo'yish jarayonida konservativ qaloq oqso'ngaklarga zarba berdi va ularni yo'qotdi. Yevropadagi ilg'or davlatlardan dodillik bilan o'ginib, o'z sanoatini rivojlantirishga ahamiyat berib, tirikchilikdan sanoatga, quruqlikdan dengizga qarab yuzlandi. Dengiz okean safariga tavakkul qilib, o'ziga yangi zamin va boylik tepib, xalqni holliq saviyaga ko'tarishga tirishdi va shu g'oyalarini oxirgi hisobda amalga oshirdi. Shaxsan o'zi G'arbiy Yevropani kezib, u yerlardagi taraqqiyotlardan ulgu elib, madaniyat o'gandi va dengiz armiyasini qurib chiqdi. Bu jarayonda chirkovlarning yo'g'on mis qo'ng'iroqlarini eritib, zambirak yasab, o'zlariga foydali bo'lgan dengiz safariga chiqib, yangi zamin ochdi. Hatto 1703-yili dengiz okeanga yuzini qilib turadigan Sankt-Peterburg shahrini qurib chiqib, uni Rus imperatorligining poytaxti qildi. Mana bugungi kunga kelganda Ruslar dunyodagi oldingi qatorida turadigan madaniyatlik millatlar qatoridan o'rin olib, o'zlarining shonliq saltanatini joriy qildirmoqda. Dal mushu vajidan bizmo qo'shnimiz bo'lgan Ruslardan ulgu elib, o'zimizning milliy mavjudligimizni saqlab qolish va uni rivojlantirish uchun ana shundoq yangi tipdagi raqobat tusini olgan va taraqqiyotni ilgari suradigan islohotni yo'lga qo'yib, davomli bo'zak bo'lib, pashvoyab yuradigan qiyofatimizni o'zgarish hosil qilishimiz kerak. Har qanday qiyin ishni qilishning bir amali bor. Ammo umidsizlikka duchor bo'lib qoladiganlar bo'lsak, buningga hech bir amal yo'q. Shu vajidan kelgusimizga umid ko'zi bilan nigoh qilib, o'tmishdagi qorong'ulikqa tikilib qolmay, hamma ishni ma'rifdan boshlashimiz lozim. Ma'rif bizni mangu erkinlikka yetaklaydigan porloq quyosh. Yozuvchi Habibulla Ablumitning Mas'ud Apandi nomli tarixiy romanini anglitishimiz bugun mushu yergacha bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'linglar.